Ma'lumki, tamaki mahsulotlarining noqonuniy aylanmasi va savdosi yashirin iqtisodiyot ko'rinishlaridan biri sanaladi. Ana shunday holatlarning oldini olish maqsadida Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti tomonidan hududlarda tezkor tadbirlar o'tkazilib, qonun buzilish holatlarining oldi olinmoqda. Jumladan, departamentning Toshkent shahar boshqarmasi hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda tezkor tadbir o'tkazildi. Unda fuqaro 15 turdagi jami 11675 quti aksiz markasi bo'lmagan tamaki mahsulotlarini sotish maqsadida saqlab kelayotganligi aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida olib qo'yilgan. Shuningdek, departamentning Namangan viloyati boshqarmasi tomonidan hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari bilan o'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbirda fuqaroning xonadoni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganida yashash uyida tamaki mahsulotlarini qonunga xilof ravishda muomalaga kiritish harakati to'xtatib qolindi. Ma'lum bo'lishicha, xorijda ishlab chiqarilgan davlat chegarasidan noqonuniy ravishda olib kirilgan hech qanday tegishli hujjatlari bo'lmagan ikki turdagi jami 14400 quti tamaki mahsulotlarini kelgusida sotish maqsadida saqlab kelayotgani aniqlandi. Hozirda ushbu holatlar yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda.